Emotsiya zo'r. Nima bo'ladi? Sog' olamiz, emotsiya bo'lmaydi. 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan Dilmur Chirchiq filialining bosh menejerlari Firdavs va Ulug'bekni bugun bayram bilan noodatiy qilib tabriklamoqchimiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar, sizlarga aniq yoqadi. Kechirasizlar. Assalomu alaykum. Ikki og'iz shunday savolim bor edi-da. 14-yanvar kelyapti. Xudo xolisa Vatan himoyachilari kuni sovg'a kutyapsizmi? Endi Kutyapsiz. Sizchi? Kutyapmiz. Voy, xo'p, o'zingiz 8-marta ayolingizga nima sovg'a qilgansiz? Necha pulli sovg'a qilgansiz? Tillab ber. Sizchi ayolingizga necha pulli sovg'a? men hali uylanmaganman hali. Ahol yaxshi ko'rgan qizingizga. Har xil bo'ladi. Bilmaysiz, lekin biz bugun Dilmur Chirchiq filiali qizlari nomidan bizning menejerlarimiz Firdavs hamda Ulug'bek akalarni bayram bilan tabriklaymiz. Hamma qizlar nomidan tabriklaymiz. Давай. Xo'p, bu qizlarning nomidan, mana shu Dilmur Chirchiq qizlarimizning nomidan sizlarga minnatdorchilik tariqasida arzimas sovg'a. Har bitta qiz menga iltimos qilishni aytib qo'ying, biz uyalamiz aytishga deb. Juda ham siz bilan ishlayotgandan hamma xursand. Shunaqangi menejer, shunaqangi rahbar Dilmur Chirchiqda borligidan biz faqatgina qizlar, ayollar xursandmiz. Sovg'alarni qabul qilib olasizlar. Hammalarga. Emotsiya zo'r. Nima bo'ladi? Sog' olamiz, emotsiya bo'lmaydi. Emotsiya zo'r. Komandamdan men har doim faxrlanaman. Shu darajaga chiqquncha ham ozmuncha mehnat qildik. Endi xudo xolasa bundan keyin ham rivojlanamiz, bundan keyin ham zo'r natijalar ko'rsatamiz. Har doim birdamlikda bir yoqadan boshqarib harakat qilamiz. Hammanglarga rahmat.